Mana bitta dop modullik Cobalt avtomobili tayyor bo'ldi. Do'stlarim, mana shu kichkinagina modulni o'zi любой bitta inomarkani olib kelinglar, xod Mercedes bo'lsin, xo'p bilmayman nima bo'lsa, BYD deysizlar, boshqa narsa, chirog'i yaxshi deysizlar, o'sha inomarkani olib kelinglar, mana shu kichkinani o'zi buzib qo'yadi. Hozir sizlarga ближний chirog'ini ko'rsataman hamda yoniga o'ta kuchli Dubaydan olib kelgan modulimizdan o'rnatib berganmiz. Yoqib ko'rsatamiz. Mana bu bizning dopimiz, ya'ni hozir любой bitta inomarkani keltirsanglar, mana shu kichkina chirog'imiz buzib qo'yadi deganimda ko'rishlaringiz mumkin. Двухчиповый, sami yarki pitni oldida juda ham mo'shni, ana endi esa sizlarga frontalni chirog'ini qo'shib beramiz. Bu Dubaydan olib kelgan chirog'imiz o'ta kuchli va mo'shni bo'lgan. Do'stlarim, mana bu esa dalni chirog'i. Bu yoqda dalni men 4 ta dalni bor, ya'ni ikkita kichkina modulimizda va ikkita katta modulimizda. Juda ham mo'shni bo'lgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Xohlasanglar 8 ta chip desanglar 8 ta, xohlasanglar 10 ta chip desanglar 10 ta, 15 ta desanglar 15 ta ham qilib beramiz. Faqatgina plati leti deydi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.